Narsa yo'q edi-yu, bittasi telefon qilyapti, uyda o'tirsam, begona nomer. Aytdim, to'y bo'lsa kerak dedim-da, shuna ko'tarib, "Alo, sen Mahrapa?" "Kim?" "Sen Mahrapa?" Aytdim, "Kechirasiz, opa, bu Mahrapaning telefoni emas, siz adashib tushib qoldingiz. Menimcha kodini noto'g'ri tergan bo'lsangiz kerak" deb qo'yib qo'ydim. Ertasi kuni yana telefon qilyapti. Ko'tarmasam yana qilyapti. Deb ko'tarib, "Alo, sen Mahrapa?" Bir xil ovoz. U har kuni gaplashadigan odam ekanda u. Salomali yo'q. Birdan Mahrapa? Dedi, "Opa, bu Mahrapaning telefoni emas. Siz adashyapsiz. Kecha ham aytganman sizga. Bu meni telefonim, bu nomerga boshqa qilmang. Meniki 90lik, Mahrapa 91lik bo'lsa kerak" deb qo'yib qo'ydim. Yana telefon qilyapti-da. "Alo" dedim, atay ovozim yo'g'on qilib. "Sen Mahrapa?" "Mahrapangiz erkakmi?" "Sen ayol" deydi. "Ha, men sizga erkak ovozda gapiryapman-ku" dedim. "Bir haftadan beri tushuntira olmayapman sizga, opa, bu Mahrapaning telefoni emas. Bu meni telefonim. Adashyapsiz. Siz kimsiz?" deydi. Agar ovozohimman deb qo'ysam bor-ku, Mahrapadan ham ko'p telefon qiladi keyin menga. Men aytdim, 4 yil teatrallik institutida o'qib nimaga nerish qilaman dedim. Shu bitta xotinni yo'qota olmasam nima qilib yuribman dedim. Bir kun telefon qilib ataylab ko'tardim. Shuna ko'tardim-da. Bizda kimlarga Voy o'lay. Mahrapa? Voy tavba. Mahrapa? Mahrapamni berib qo'ydik dedi. Voy o'lay. Ertalab maktabda ko'ruvdim-ku dedi. Shu maktabdan kelib ozgina dam olaman deb buxlab qaytib turmadi opa. Voy bizni kimlarga tashlab ketdi? Shuhrat sanmi dedi ukasi bo'lsa kerak. Ha, mamma. Asrda janoza deb qo'yib qo'ydim. O'shandan keyin qutuldim, ishonasizlarmi? Boyaga ayol o'shadagi bir